Hurmatli vatandoshlar, bu elektroskuter va mototsikllarga qarshi chiqibsizlar, prava kerak deb, kerak emas deb. Lekin mana bugun ko'chada yosh bachchalar bitta o'zi emas, ikki kishi bo'lib katta skuterlarda yuribdi, mashina yo'l o'rtasida. Mayli, ha shu ishlayotgan odamlarga отдельно mana shu litsenziyami, biron nima olsin, prava bo'lmasa ham katta odamlarni ushlagan payt shu litsenziyani ko'rib ishlaysan. Mana mayda bolalar ushlab olib, mototsiklni olib qo'yish kerak. Erta birov urib ketsa, u oila ham jabr ko'radi, bunisi oila ham jabr ko'radi. Shuning uchun bu to'g'ri deb o'ylayman men. Prava qilish yoki nima qilish, hech bo'lmasa ruxsatnoma olib haydasin. Mana bu 10 yoshar, 12 yoshar bachchalar mototsikl haydab yurish mumkin emas.